Aziz do'stlar, yana navbatdagi operatsiyamiz. Bu bemorimizda qizil o'ngach diafragma grujasi. Bu bemorimiz ham shu bir necha yillardan beri o'zini xasta hisoblab keladi. Asosiy ko'proq shikoyatlar jig'ildon qaynashiga, yutunganda o'sha luqmani qiyinchilik bilan o'tishiga shikoyatlar bilan bizga kelgan. Mana shu qizil o'ngach, mana qo'limda turgan qizil o'ngach. Bu mana oshqozon. Mana o'sha katta teshik, mana yaxshi ko'rsatamiz. Bu o'sha ajratganimizdan keyin mana shu joyda shunchalik teshik ajralib chiqdi. Shu joyga mana oshqozon, shu qizil o'ngach o'zi deformatsiya bo'lib kirib turgan ekan. Shu mana endi hozir bu diafragmani o'ng oyoqchasi ko'rsatamiz. Mana ko'rsatamiz. Mana bu ya'ni vagus, nervus vagus mana. Orqasida mana diafragmani chap oyoqchasi turibdi. Mana shu chap oyoqchasi. Mana hozir shuni biz tikamiz, tikib keyin fundoplikatsiya qilamiz. Mana azizlar, amaliyotimizning yakuniy bosqichi. Xo'p, mana diafragmani oyoqchalarini tikdik. Grujani hajmini kichkinalashtirdik mana. 360 gradusda fundoplikatsiya qildik mana. Yaxshi bo'ldi operatsiyamiz. Fundoplikatsiya qildik. Endi xudo xolasa shu kasallikdan qutuladi endi. Shikoyatlar deyarli kuzatilmaydi.